ketyapti bundan. Qanchadan beri sepasiz? O'zi separdim qizlik paytimda. Uchinchi chiqqanimdan keyin o'tib ketgan edi. Keyin bitta farzandni dunyoga keltirgandan keyin bir oy sepdim. Keyin o'tib ketdi. Ikkinchi farzandni dunyoga keltirgan hozir 3 yil bo'lyapti. Hali umuman bir kun ham qolmadi. 3 yildan beri sepasizmi? Kechasi ham uyqu yo'q, bo'lmaydi, ertalab kecha bo'lmaydi. Endi hozir tomog'im bilan tilimni qichish o'rgandim. Bunaqa ikkita joyim qichib, tomog'im qichib, keyin o'zi burnim qonab ketyapti. Tak. Sprey ham ta'sir qilmayapti. Formaga emas shikoyat, faqat nafas bo'yicha. Formasini ham qilamoqchi. Yo'q, forma emas. Nafas yetishmaydi. Tak. Ozgina qiyshiqlik bor. Asosiy muammo chiqariladi sizda. Qiyshiq qismi to'g'rilanadi, chanoqlar qisqartiriladi, nafas yo'li ochiladi, xudo xohlasa spreydan qutulasiz. Operatsiya septokonxaplastika operatsiya nomi. 15-20 minut davomiyligi. Umumiy hisobda operatsiya kuni bilan 10 kunda ichidagi trubочка olinadi. Burun ichiga faqat trubочка qo'yiladi. Hech qanaqa tampon bintlar tiqilmaydi.